Assalomu alaykum, Chorva Real. Muxlislarimiz deymizmi endi, podpischiklarimiz deymizmi? Xudo xolasa bugun 1-mart 2026-yil. Yana bir xudo xolasa 3 ta arzonroq, sifatliroq mollarimizni sizlarga tanishtiramiz inshaalloh. Hammaga bahor oyi muborak bo'lsin. Birinchi molimiz xudo xolasa mana. Xudo xolasa bu molimiz 5 oylik bo'g'az. Xudo xolasa pullari yengil, yuvosh molchamiz. Sifati zo'r, inshaalloh. Yaxshi sigirni balasi bu ham. Narxi 17 million so'm. 5 oylik bo'g'az 17 million so'm. Xudo xolasa yaxshi narxda o'ylaymiz. Birinchi molchamiz. Ketdi, vaqtlari yo'qmaymiz. Videoni qisqaroq qilaveramiz. Aka bo'ylab qo'yamiz. Ikkinchi molimiz ham Xudo xolasa molchamiz zo'r. Bu ham birinchi qo'rin, g'unajinchamiz. Sifat yaxshi, itlari ham yaxshi. Bu ham 5 oylik bo'g'az. Narxi buni 17 million qilamiz. 17 millionga yaxshi narx, xudo xolasa. Go'shiga ham, visiga ham hamma narsasiga to'g'ri keladi. Inshaalloh ulgurib qolinglar. 17 millionga 100 kilometrgacha dastavkalari tekin. Samarqandmi, Sirdaryomi, Gulistongacha mijozlarimiz bo'lsa, Jizzax viloyat bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. 17 million so'm ketdi bunisi. Bu sifatni yaxshi ko'ruvchilar uchun g'unajinchamiz. Turoyli bizocha sifatini qaranglar. Mosh. Turoyli bizocha orqalarini qarang. Maşallah. Buni bilgan biladi deydi-ku. Sigir qilaman deganlar, onasi xudo xolasa katta sigir. Endi buni maqtasa shuncha ko'p, qancha maqtasa 13 million. Sifatiga qarab beraveringlar. 13 million. Xo'p aytganimda 100 kilometrgacha dastavkalarini ichida qilib beraman. Molni qaranglar. Turoyli bizocha. Kelib ko'rib bemalol xarid qilib ketaveringlar. Mana. 13 million. Xo'p, yana nima deymiz? Endi xudo xolasa, shunaqa chorva bilan qiziqamiz, o'zimiz olamiz. Agar mollaring bo'lsa, olish kerakmi, sotish kerakmi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Instagram, YouTube kanaliga reklama qilib beramiz. Like ta yemasalaring, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.